Qur'on haqida gapiradigan bo'lsak, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy keltirgan hadisda marhamat qiladi. Masalul ladzi yaqra'ul Qur'ana kal atrujati ta'muha tayyibun va rihuha tayyibun. Qur'on tilovat qiladigan mu'minning misoli bizning tilda mana apelsin deymiz yoki mandarin deymiz. Qur'on o'qiydigan musulmonning misoli mana shu mandaringa o'xshaydi. Hidi ham shirin, ta'mi ham shirin. Wallazi la yaqra'ul Qur'ana kat-tamrati ta'muha tayyibun va la riha laha. Endi bir musulmon bo'lsa-ki, musulmon lekin Qur'on o'qishni bilmaydigan bo'lsa, bu odamning misoli xurmoning donasiga o'xshaydi. Hidi yo'q, lekin ta'mi shirin. Qur'on o'qiganda hidi ham shirin bo'ladi, lekin musulmonligi uni ta'mini shirinligiga sabab bo'lyapti. Matalul fajiri allazi la yaqra'ul Qur'an kamathali rayhanati rihuha tayyibun va ta'muha murrun. Endi bir fojir bo'ladigan bo'lsa, fisq fujurni qo'rqmasdan qilib yuradigan bir fojir odam Qur'on o'qisa-chi, bu nimaga o'xshaydi? Rasululloh bu odamni rayhonga o'xshatadi. Qur'on o'qiganligi uchun chiroyli ko'rinaveradi, hidi shirin bo'lgan rayhondek. Lekin rayhonda o'zini ta'mi achchiq bo'ladi. Hatto fojir odam Qur'on o'qiydigan bo'lsa, uni hidi shirin deb aytadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va masalul fajiri allazi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hanzalati ta'muha murrun va rihuha wa la riha laha. Endi bir fojirki Qur'on o'qishni bilmasa-chi, bu odam sassiq hanzala o'tiga o'xshaydi. Hidi ham sassiq, ta'mi ham achchiq. Demak, to'rt xil odam aytilindi. Bir mo'min kishi qalbida iymoni bo'lib, savobli amallarni qilib turib, Qur'on tilovatida turadigan bo'lsa, bu odamni Rasululloh ana shu shirin mandaringa o'xshatyaptiki, hidi ham zo'r, ta'mi ham zo'r. Ko'pchiligimiz Qur'on o'qishni bilmasak, birodarlar, Ramazon oyida mana 30 bora Qur'on xatm qilinyapti. Shunga kelib somiy bo'lib turadigan bo'lsak, ana shu payg'ambarimiz maqtagan birinchi toifadan bo'lamiz. Umid qilamiz Allohdan. Qur'on oyi dedik. Bizda odamlarda yaxshisi qaysi desa, hammamiz o'zimizga yarasha o'lchovlarimiz bor. Menda ish qilgan odam yaxshi, menda odam yaxshi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi hadisga quloq solsak, sizlarning ichingizda yaxshiliklar deydi Rasululloh. Qur'onni o'zi o'rganib, so'ng boshqalarga o'rgatgani deydi. Mana shu yerda turganlardan necha foizimizda shu sifat bor? Qur'onni o'zi o'rgandi, yaxshi, endi ikkinchi sifat qolyapti. Odamlarga o'rgatishlik kerak. Musulmonlarning ichidagi eng yaxshi kishi Qur'onni o'rgangan bo'ladi avval. So'ngra bu narsani boshqalarga ravo ko'radi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kishi o'ziga yaxshi ko'rgan narsani baroda